onlayn kredit oladi. Onlayn kredit olish oqibatida bank o'z navbatida plastik kartaga tushiradi. Mana shundan foydalangan firibgarlar o'sha plastik kartadagi pulni yechib olishga harakat qiladi. Yechib oladi ham. Frod holatlari deydi. Bu yerda bu bo'yicha Markaziy banki qaror chiqqan. Bu qaror o'z navbatida 2026-yil 21-yanvar kuni Adliya vazirligidan 3759 raqamli bilan ro'yxatdan o'tkazilgan. Endi hozirgi kunda qanaqa bo'ladi? Firibgarlik yo'li bilan yechib olingan plastik kartalardagi pulni hammasi emas, ya'ni qarorda ko'rsatilgan bo'yicha, ya'ni bankdan kredit olib turib, o'sha kredit pul mablag'larini firibgarlik yechib olishi oqibatida frod holati deydi. Frod holatini oldini olish maqsadida zarar qanaqa to'xtatiladi? Bu holat bo'yicha darhol fuqarolarimiz ichki ishlarga murojaat qilish kerak. Ichki ishlarga murojaat qilingandan keyin u yerda o'sha surishtiruvchi, tergovchi yoki prokuror qarori sudda ajrimiga asosan to'lovli foizli neustойкаlar to'xtatiladi bank tomonidan. Keyinchalik ayblanuvchi aniqlangandan keyin to'xtatilgan holati bo'yicha bank yuristlari deyiladi. Bank xodimlari, ya'ni yuristlar shug'ullanadi bank o'zida. To'xtatish to'g'risidagi qarorni bekor qildirib, kredit olgan odamni bo'yniga davom ettiradi. Ya'ni unda qanaqa? Plastik kartasidan yechib olingandan keyin oldin jabrlanuvchilarni o'ziga to'lattirardi. Men jinoyat ishi qo'zg'atilsa ham, jabrlanuvchi fuqaro da'vogar deb e'tirof etilgan bo'lsa ham, bu narsa ochiq qolardi. O'zi qo'pol qilib aytganda, kiberxavfsizlik o'sha ma'lumotli onlayn ajratilgan kreditni, ya'ni xavfsizligi yuqori darajada emasligi natijasida firibgarlar o'shandan foydalanib plastik kartadan pullarni yechib olgan. Yechib olgan holatlari ko'p bo'lgan. Hozir ham bor. Endi o'sha holatlarda men jinoyat ishi qo'zg'atilsa ham jabrlanuvchini o'ziga to'lattirgan. Undan keyin, ya'ni 2026-yil yoki fevral oyidan boshlab bu qaror kuchga kirgan bo'lsa, hozirgi kunda prokuror, ya'ni yuqorida ta'kidlab o'tdik, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror qarori sud ajrimiga asosan neustойка foizlari, to'lovlari to'xtatiladi. Bu qanaqadir fuqarolarimizni firibgarlik jinoyati, ya'ni kiberxavfsizlik jinoyati orqasidan onlayn kredit olish natijasida jabrdiyda bo'lgan fuqarolarimizni bu qanaqadir davlatimiz tomonidan chiqarilgan qaror fuqarolarimizni manfaatiga o'ynaydigan qaror. Jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Jinoyat ishida shunaqa joyi bor. Agar noma'lum shaxs bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 364-moddasi 1-qismi 1-bandiga asosan noma'lum shaxs aniqlangunga qadar to'xtatiladi. Ana o'sha holatda jabrlanuvchilarimiz oldin pul to'laydi, neustойкасы, foizi hammasini qo'shib peniyalarigacha tortib olgan kreditini firibgarlar olib ketib qolgan bo'lsa ham, firibgarlar yechib olingan bo'lsa ham, bank kredit olgan odam bo'yniga qo'yadi. Hozirgi kunda unaqa emas, shu qaror chiqqandan keyin 2026-yil to'xtatiladi. Ya'ni uning uchun nima hujjatlar kerak? Bu holat aniqlangan taqdirda o'sha zahoti ichki ishlar idoralariga murojaat qilish kerak, arizasini ro'yxatdan o'tkazish kerak. Ariza ro'yxatdan o'tganidan keyin o'z navbatida surishtiruvchi, tergovchi, prokuror arizachiga jabrlanuvchi fuqaro da'vogar deb e'tirof etiladi. Ana o'sha qaror bankka olib berilgandan keyin bank o'sha kreditni to'xtatish choralarini ko'radi.